Hech kimga bildirmasdan soqqani bosib yuradigan soha egalarini bilasizmi? Hop, xayolga birinchi bo'lib sartaroshlik keladi. Bitta sochchi olish где-то 100 ming, 250 ming atrofida. Kuniga to'pda 5 tasini olsa, oyiga 15-20 million bemalol topadi. Elektrikli. Elektriklarning temasi vashsha alohida tema. Har bitta biz 200 ming, 300 ming, 100 ming, 50 ming vashsha pachkisi qilishmaydi. Tochkalarning gapirmasa bo'ladi. Bitta sezonda vashsha katta summa ko'tarish. Sredniy oyiga 15 dan boshlab 50 milliongacha pul topishadi. Svarchilar. Ko'pchilik bor-ku, svarchilarni mensimaydi. Bitta zo'r jumla o'qib oldim. Judayam qattiq foydasi tegadi. Sahip olduğun her şeyi bilmelerine gerek yoktur. Ekmek almaya gücün yok gibi davran ama fırın senin olduğunu bilmesinler. Tarjimasi: sen erishgan hamma narsani bilishlar shart emas. Non olishga puling yo'qdek ko'rsat, lekin novvoyxona saniki ekanligini bilmasinlar. Ko'z tegadi, bratan. Videoni kutib olishingiz mumkin.